Xitayning ikki yig'inida irqiy qirg'inchilik siyosatlari qayta ta'kidlandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu numussiz tajovuzchilar barliq mayli vatan ichida oshgan yig'inlarda bo'lsin, mayli markaziy Beyjingda oshgan yig'inlarda bo'lsin. Bu yerdagi vatandagi Sharq Turkistondagi bostirish siyosati, irqiy qirg'inchilik siyosatini qilcha bo'shashtirmasdan kun siri vahshiylashgan shaklda ijro qilayotganligini albatta ko'rib turyapmiz. Siyosatlar shu shaklda davom qilyapti. Bu qatim Beyjingda echilayotgan ikki yig'in Xitoyniki 14-navbatlik atalmış Xitoy Xalq Qurultayida Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari yana o'xshash shaklda qayta ta'kidlandi. Bu yig'in 14-navbatlik Xitoy Xalq Qurultayi 3-yig'iniga vatanimizning albatta Xitoyning jallotlari Mashonli boshchiligida mana oldida sahnada numussizlarcha bu tajovuzchilar sahnaning eng oldiga Mashonlining yeniga bizning bo'lgan qo'rchoq 3 amaldorni 3-4 tizib oldida xuddi bu tuproqni mushular boshqarayotgandek dunyoga bundaq bu darajada yolg'onchilik, ko'z bo'yamchilik. Qashki xalqimiz Sharq Turkistonning ichidagi naminalarni eqib kelgan Xitoy oqqo'llarining soni bizning sonimizning natijasi to'van bo'lsa, xuddi eng boshqa chiqarib qo'ygandek Uyg'urlarning soni ko'p bir bo'lgan bo'lsa qashki yani. Sahnaning oldiga bundan chiqarib qo'ygandek bu yana Uyg'urlar boshqarayotgan atalmış avtonom rayon, Uyg'ur avtonom rayon. Buningga bir amal qiladigan bo'lsa qashki, ammo lekin eng sahnaning oldiga bularni chiqarib qo'yib turib, bu yerda butun ham nufus jihatdan ham butun qilayotgan siyosatlarda butunlay bostirish, yo'q qilish, assimilyatsiya qilish siyosati eng kuchli shaklda ijro qilinyapti. Mana bu Mashonlining yanında Shuhrat Zakir, Erkin Dunyo, Zumratul qatorliq qo'rchoq amaldorlarni oldiga chiqarib qo'yib, bular orqali o'zining bu badbashir siyosatini aqlaydi. Hammasi ayrim so'z qilgan bular. Yana shu o'xshash so'zlarning hammamiz ho'p ketgan so'zlar atalmış bu Şinjan'da Cumhur Milleti o'rtaq gavdasi yangi mustahkamlash xizmatining asosiy liniyasini yana kuchaytirishimiz kerak. Partiyaning yangi davrdagi hech qachon zerikmadi bu numussizlar. Biz kundalik xabarimizda tafsilotda berdik. İnsan bunu tilga elishdimi, bunga qarashdimi, ko'ngil elishdimi deb bu so'zlardan o'xshash iboralar ta'kidlanib, yana shu bostirish irqiy qirg'inchilik siyosatining davomli ijro qilinganligi ta'kidlandi bu yerda. Yig'inda o'tirib qo'yilgan dokumentda yangi bir yilda atalmış Cumhur Milleti o'rtaq gavdasi qurilishini asosiy liniya qilish, atalmış muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish qatorliq terror iboralarimi alohida ta'kidlangan. Demak, bu xabarlardan, bu so'zlarning hammasidan Xitoyning bundan keyinmi yana Sharq Turkistonda vatanimizda o'xshash bostirish siyosatini davomli shaklda izchil ijro qilinganligining shabsi ekanligini kuzatuvchilar bu shaklda analiz qildi bu xabar haqida. Demak, Xitoy mushunchavala jinoyatlarni ijro qildi. O'xshash vaqtda bütün dünyadan bo'layotgan besim, har xil dokulat, Xitoy qilingan chaqiriqlar hammasini butunlay inkor qilib kelyapti hozirgacha. Turli yig'in va dokulatlarda irqiy qirg'inchilikning davomlashadiganligiga hammamiz ko'rib turyapmiz. Albatta zaman, vaqt ko'rsatdi bundan keyin.